Assalomu alaykum birodarlar. Bugun Xudoga shukrona qilamizki, bizning yurtimiz tinch. Xudoga shukr qilamizki, inson qadriga e'tibor beramiz. Xudoga shukr qilamizki, bizga Alloh taolo shu Shavkat Mirziyoyevni prezident ato qilgan minglar shukrona qilamiz. Shu prezidentimiz kecha kunduzi inson qadri degan mana yaqinda biz 9-may qadrlash inson qadrlash mana xotira qadrlash bayramini nima kuzatamiz. Shu uchun prezidentimizni qarorlari siyosatlarga qarab bu kishi aytdilarki 9-mayni shundoq o'tkazib yuboringlarki dunyo xalqi qoyil bo'lsin, rahmat desin, o'tganlari ruhi shod bo'lsin dedi. Ana bugun prezidentimiz ko'p joylarda aytadi-ku, dunyoga tinchlik kerak bizga, dunyoda tinchlik kerak dedi. Mana aytadilarki, shu dunyoda tinchlik bo'lsa, ana men boshlig'ida biz Tojikiston, O'zbekiston Markaziy Osiyoning xalqlarining do'stligini mustahkamlantirish maqsadida tashabbus guruhi tuzdik. Bizning maqsadimiz dunyoda hamma joyda tinchlik, do'stlik bo'lishi kerak. Mana men ko'p urushlarda qatnashib, hayot qandoq, urush nima ko'rib Allohdan so'raymanki, dunyoda boshqa urush bo'lmasin. Urush bu hamma biladi, qandoq oqibati bo'ladi. Birinchi odamlar o'ladi, ikkinchi jannat makon joylar do'zax aylanib boradi. Shu urush hammasi nimadan keladi? Hammasi o'zlaring xalq biladi. Hech oddiy xalq urushni xohlamaydi. Shu uchun urushni oldini olish, dunyoda tinchlik bo'lishi uchun men tashabbus qilib, tashabbus guruh tuzdik. Mana shu dunyoda tinchlik bo'lsin deb mana shu dunyoda tinchlik bo'lsin uchun mana dunyoda dunyodagi terrorizm, ekstremizm, korrupsiyalarga qarshi nima tuzdik? Tashabbus guruh tuzdik. Buni tuzishga sababchi kim? Mana o'zim sizlarga aytaman, mana yana dunyoda mana terrorizm, ekstremizm, korrupsiyalarga qarshi tashabbus guruh biz tuzdik. Bu bizni tashabbusni tuzishga asoschi mana yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev. Bu inson kecha kunduzi dunyoda tinchlik bo'lsin xohladi. Shu uchun bizni tashabbus guruhimiz shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev siyosatlarini qo'llab-quvvatlab biz bugun Chodaq qishlog'iga keldik. Maqsad nima? Bu prezidentimiz o'zlari qarorlarida, qonunlarida, farmonlarida aytganlarki 9-may xotira qadrlash kuni shundoq o'tkazish kerakki, dunyo xalqi bilsinki, O'zbekistonda mana inson qadriga qandoq e'tibor beradi. Mana prezidentligimizning qaror farmonlarining bajarish maqsadida bizning tashabbus guruhimiz mana bugun qayerda? Chodaq qishlog'i. Bu Namangan Pop tumani, Namangan viloyat O'zbekistonda joylashgan. Mana ko'ring, xush omadid yozgan mana, welcome xush. Sabablari shuki, bu Chodaq qishlog'ida 35 mingdan ko'p tojik millati yashaydi. Bu tojik millat qadimdan yashab, o'zbeklardan bir joyda yashab, aka-uka bo'lib bizni ajarib bo'lmaydi. Agar Alloh ajarmasa, bandasi ajarmaydi. Biz aka-uka bo'lgan, yana aka-uka hozir, yana biz do'st. Shu uchun ko'ring mana
prezidentim Sharofiddinda mana xush omad deyapmiz. Dunyo xalqini bizni qishlog'imizga xush omad dedik. Bizning maqsadimiz nima? Men bu Chodak qishlog'iga kelib, mana shu Chodakdan mana urushga ikkinchi jahon urushida qatnashganlarning xotirasini shod qilish uchun biz Chodak qishlog'iga keldik mana hozir. Mana birodarlar, mana bu Chodak qishloq. Shu Chodak qishlog'idan ikkinchi jahon urushiga mana 400 tadan ko'p yosh juvonlar urushga vatanini mana shu Chodak qishlog'ini himoyalash maqsadida shu Chodak qishlog'idan borgan ekan. Mana biz quyoshni ko'ramiz. Mana Alloh taolo mana quyoshni ko'ring mana. Quyosh mana Alloh taolo mana shu quyosh ilo hamisha abadiy bu quyosh nuri shu qishloqqa shu vatanimiz O'zbekistonga fayz barakat deb Allohdan so'raymiz. Yana maqsad nima? Bu qishloq mana Chodak qishloq mana shu Chodak qishloq. Hozirgi paytda 35 mingdan ko'p tojiklar yashaydi. Bu tojiklar O'zbek bilan aka-uka, bizda farqi yo'q. Xudomiz bitta, dinimiz bitta, urf odatimiz bitta. Biz aka-uka hammasiga bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Sharofiddinda bo'lyaptilar. Mana bu hammamizni onamizni simoyi. Mana Chodak qishloqdan 400 tadan ko'p urushga borgan bo'lsa, shu bizni onamiz kecha kunduzi duo qilganki, shu bizni farzandimiz tirik ekan degan. Xudoga shukrona qilamizki, 400 tadan ko'pi 350 tasi shu Chodak qishlog'iga tirik, salomat kelgan ekan. Mana endi Xudoga shukr qilamiz. İnson qadrlash dedi. Biz shularni eslab, mana dunyo xalqi bilsinki, bu insonlar kimlar ekan mana. Mana Chodaklik Yo'ldoshev Xolbojon akam mana. Ko'ringlar mana Xolbojon akam mana. Yo'ldoshev 1910-yil tug'ilgan ekan, 1980 dunyodan o'tgan ekan. Mana bu otamiz 45-yildan to 45-yilgacha ikkinchi jahon urushida qatnashib, to Berlinga borib, shu g'alaba bayrog'ini shu otamiz ko'targaniga shukrona qilamiz. Biz Allohdan so'raymizki, nima qilamiz? Duo qilamizki, bu otaxonimiz bir jannatdan bir joyiga ega bo'lsin deb duo qilamiz. Mana bu qahramonimiz Ahmadjon aka aytilari. Ilohi Xudovandi Karim shu otaxonimizning jannatni bir joydan joy bersinlar. Bu otaxon 1941-yildan to 45gacha urushga to Berlinga borgan ekan. Mana bu xizmatlari uchun mana medallari bor ekan. Shukrona qilayki, shu Chodakdan shundoqda qahramonlar chiqqaniga shukrona qilamiz. Allohdan nima so'raymiz? Shu Ahmadjon akamni jannatni bir joydan joy bersin deb duo qilamiz. Mana bu Fazimat aka Ashurmatov bizni nima bo'ladi? Tag'omiz bo'ladi mana tag'omiz. Biz faxrlaymizki, bizni tag'omiz, amaklarimiz, hamyurtimiz vatanni himoya qilaman deb 1941-yildan to 45-yilga qahramonlik qilib to Berlinga borgan ekan mana. Mana Fazimat akam Ashurmatov ilo Alloh taolo joylari jannatda bo'lsin. Jannatda bo'lsin. Biz davlatimizdan, prezidentimizdan minnatdor. Mana bu otani mana necha marta medal va ordenlar bergan ekan. Mana bu guvohnomalari. Mana bu medal mana. Bu kimniki? Ashurmatov Fazimat akamning medallari.
Mana bu medal kimniki? Ashurmatov Fayzimat akamning medali. Mana endi bu medal kimniki? Ashurmatov Fayzimat akamniki. Mana bu medal yana kimi? Ashurmatov Fayzimat akam. Mana bunisi bo'lsa, yana Ashurmatov Fayzimat akamning. Mana Xudoni ko'ring. Biz Allohdan so'ramizki, bu otaxonlarimiz jannatni bir joydan nasib qilsin. Ammo davlatimizga rahmat, qadrlab shu medallar, yana qancha pullik mukofotlar shu otaxonga bergan ekan. Allohimga shukrona qilamizki, bizni davlatimiz shu ota onamizni qo'llaganga shukrona qilamiz. Mana bu qahramonimiz Mirshaodat aka Atoboyev. Bu chodakdan, bu kisham 1941-yildan to 45-yilgacha to Berlinga urushib g'alabaga hissa qo'shgan ekan. Nima deymiz? Allohdan shularning ruh avrollari shod bo'lsin deymiz. Alloh deymiz, shularni bir jannatni bir tamojdan joy bering deymiz. Mana Allohdan bu kishilarning joyini jannat bo'lsin deymiz. Ammo bizning davlatimiz bu mana Atoboyev Mirshaodat akamni nechta medallar bergan ekan. Mana shu yerda mana guvohnomalari bor. Shunga shukrona qilamiz. Mana bu ham chodaklik ki mana Yo'ldosh aka Roziqov. Bu kishi kapitan ham bo'lgan, mayor ham bo'lgan, qahramon ham bo'lgan. Bu otaxon, yana aytaman, Chodak qishlog'idan bo'lib 41 to 45-yilga urushda qatnashib ko'p medallarga sazovor bo'lgan. Xudoga shukrona qilamizki, bizni qishlog'imizdan shunday qahramonlar chiqqanlarga. Endi bu mana yaqinda xotira qadrlashdan shu kunda biz Allohdan nima so'raymiz? Shu Yo'ldosh aka Roziqovni Alloh taolo bir jannatni bir tomonda joy bersin deb duo qilamiz. Alloh taologa shukrona qilamiz. Mana yana tanish bo'lamiz. Bu Chodak qahramoni, bu aka Sobirli aka Malayev bo'ladilar mana. Bu otaxonam 41-45-yil ikkinchi jahonda qatnashib vatanni himoya qilish uchun hissa qo'shgan, to Berlinga borgan ekan. Allohdan nima so'raymiz? Shu akamizni, bobomizdan shu jannatni oldida bir joy bersinlar dedim. Mana endi bu kim ikkinchi? Jo'rab aka Jeliyev. Bu aka ham 41-45 urushda qatnashib Chexoslovakiyada ranini bo'lgan ekan. Yana bu yaxshi bo'lib to Berlinga borgan ekan. Bir faxrlaymizki, Chodakdan to Berlinga urushda qatnashib qahramon bo'lganlarga shukrona qilamiz. Allohdan ham bularga nima so'raymiz? Shu jannatni bir joydan joy bersin, shoysta jannat bo'lsin deymiz. Mana yana e'tibor beramiz. Mana urushga qatnashganlar mana xursand, mana gurur qilyaptilar mana. Yana aytaman, bular kim? Mana Jeliyev Jo'rab aka mana medallari bor. Mana bu Sobirli aka Malayev. Mana bu akamiz Zoqov Ashurba aka bo'ladilar. Mana bu do'stlar ruh avrollari shod bo'lsin deb biz duo qilamiz. Mana bu kulgilarni ko'ring, xushbaxtlikni ko'ring. Mana xushbaxtlik hammasi nima? Bular aytadi-ku, biz o ikkinchi jahon urushidan sağ salomat tirik kelganlarimiz uchun xursand bo'lib kulishyapti. Bu Sobir Malayevich, bu Ashurba aka Uzoqov, bu Jo'rab aka Jeliyev. Mana ko'ryapsizmi? Alloh taolo mana shularni xushbaxt qilsinlar. Xushbaxt bo'lgan ekan, kulyapti, xursand bo'lyapti. Endi biz nima deymiz? Allohdanki shularni hammasini shu jannatni bir tomonidan joy bersin deb duo qilamiz. Biz faxrlaymizki, shu Chodak qishlog'idan 1941-yil, 1945-yil ikkinchi jahonda urushgan bir nomini eslab o'tsamiz, Ashurmatov Fayzimat akam, Ahmadjon akam,
Roziqov Yo'ldosh aka, Mirzahamidov Mirshavda Atabayov, Jo'raboy Jeliyev, Ashurboy Uzaqov, Sobirali Malayev, Usorbay Ibragimov, Homijon Zoidov, Turidi Mirzaliyev va boshqalar shu Chodak qishlog'ida qatnashganlarga Allohdan nima tilamiz? Shularning hammasini Alloh taolo shu jannatni bir tomonidan joy bo'lib shoysta jannat bo'lsin deymiz. Oxirida aytamanki, mana bizni bu ochiq video qilganlarimiz mana Chodak qahramonlari aytdik. Mana shunda tojiklar aytadi, yashaydi dedik. Hammasiga biz xushbaxt bu xalqlar ajdod avlodi xushbaxt. Sababchisi nima? Sababchi shu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bo'lib. Biz bu prezidentimizga uzoq umr tilaymiz. Sabablari mana biz shu urushni oldini olish, do'stlik masalalari va tashabbus guruhlar tuzyapmiz. Shu prezidentimizga rahmat, bizni qo'ylayapti. Endi bizda bitta maqsad. Men ko'p urushlarda qatnashgan. Allohdan so'raymanki, iloyo bizni bobolarimiz man urushni ko'rgan, endi bizni farzandlarimiz, nebaralarimiz, chibiralarimiz aslo urushni ko'rmasin deb Allohdan tilayman. Dunyoda natani O'zbekiston, dunyoda mana aytaman, dunyoda eng qimmat narsa tinchlik. Iloho tinchlik bo'lsin, yana tinchlik bo'lsin, yana tinchlik bo'lsin. Allohdan so'raymanki, shu do'stlik abadiy bo'lsin. Shu do'stlik mustahkam bo'lsin. Shu agar do'stlik bo'lsa, Xudo xolasa dunyoda boshqa urush bo'lmaydi. Do'st bo'lamiz. Hammamiz uyimizda fayz barakat bo'ladi. Oxirida men o'zbek xalqini mana Ukraina, Belorussiya, Rossiya shu ikkinchi jahon qatnashganlar qahramonlarini, ajdod avlodini bu kelayotgan 9 may bilan chin qalbdan tabriklayman. Qolganlarga eng kerak salomatlik, tinchlik, dunyoda tinchlik bo'lsin. Shu bizning do'stimiz abadiy bo'lsin deb Allohdan tilayman.